Hurmatli azizlar, bir narsani ogohlantirib qo'yishim kerak. Men kompaniyamga ancha-muncha san'atkorlarni taklif qilganman. Bugun mana prezentatsiya bo'layotgan ekan. Ya'ni prezentatsiya bizni o'zbek tilida aytganda quloq ochilayotgan ekan kompaniyamizni. Shuning uchun ruxsat bersanglar, men o'z san'atkorlarim bilan sizlarni tanishtirsam. Marhamat, qabul qiling. Кенгуру! Бегемот! Если б я был султан, я бы имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах, сколько бед и забот, ах, спаси Аллах, совсем неплохо иметь 3 жены, гораздо лучше с другой стороны, совсем неплохо иметь 3 жены, гораздо лучше с другой стороны. O'tmishda ko'p xotin olsa bo'lardi, ilgari erkaklar baquvvat bo'lardi. Endichi ko'p xotin u yoqda tursin, bittasini boqolgan qandini ursin. Yomon bo'lmasmi xotining ko'p bo'lsa, undan ham yaxshi umuman bo'lmasa. Yomon bo'lmasmi xotining ko'p bo'lsa, undan ham yaxshi umuman bo'lmasa. Yaşasın xotini yo'q bo'ydoqlar, ura! Boshingiz toshdan bo'lsin. O'zbekiston investitsiya fondi. Voy, jutum. Maskarado. Boshga tushganini ko'z ko'radi. Assalomu alaykum aziz toshkentliklar va Toshkentga mehmonlar. Umuman bizni tomoshamizga kelib turganlar, sog' salomat yurganlar. Avvalambor biz sizlarni tomoshamizga xush ko'rdik. Bugun sizlarni ko'ramiz deb kecha kechqurun dahshatli tush ko'rdik. İcazat bersangizlar, men sizlarga o'zimni tanishtirib qo'ysam. Kaminani ismi shariflari Vali. Uylanganim yo'q hali. Bizni oiladaqa oilani yer yuzidan topolmaysiz. Umidvorman men ham siz kabi Allohning rahmatidan, kaminani so'rasangiz Andijonning marhamatidan. Voy, oilamizda 7 ta farzand bor. 2 ta opam bor. To'g'rirog'i bor edi. Hozir ularni chimildiqqa o'rab olib ketib qolishgan. Lekin har zamonda kelib turishadi. Baribir yarim soat o'tmasdan olib kelgan tugunni undan ham kattaroq qilib qaytarib olib ketishadi. 2 ta opadan keyin 5 ta o'g'ilmiz. Hammamiz patriot tug'il o'rganmiz. Dadam shoir o'tganmi bilmayman, ismlarni qofiyalab tashlagan. Ismlarni qarang. 5 o'g'il. Alijon, Valijon, bu men. G'anijon, Solijon, Saidjon, Ahmadjon. 6 ta bo'lib ketdi. Ahmadjon qo'shnimiz bo'ladi. Lekin bizga o'xshaydi nomard. Dadam ismlarni qo'yishga qo'yib qo'ygan. Onam qiynaladi. Hammamiz stadionga chiqib futbol o'ynaymiz. Futbol o'ynashib qarang. Deb! Chiqar! Teyda! Qayerga? Shtangaga! Ha unda gol bo'ldi. Yo'q, gol bo'ldi. Shu payt onam chaqirib qoladi. Onamni chaqirishini qarang. Ali Valig'ani Soli Said qani deydi. Hammamiz yetib kelamiz. Uyimizga to'planganimizda to'y bo'lib ketadi. O'zi shunaqa o'zbek xalqi bir joyga to'plasa to'y bo'ladi. Qanaqa to'y bo'lishini juda yaxshi bilasizlar. Hammasi birinchi seryozni keladi. Ya'ni spo bo'lib. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Boshqa joyda osh yo'q ekan, qorni ochib qoladi, cheki kelaverdi, kelishaveradi. O'rtasiga borganda qip qizilib qoladi. Oxiriga borganda ko'karib chiqadi.
Agar mana shu ko'karib chiqqanda Xudo saqlasin qo'liga mikrofon tushib qolishdan. Mikrofon tushib qolsa tamom. Kelin kuyovni so'rang. O'g'lingiz olsasin. Ibn Sinoga. Qiziz menga o'xshasin. Yo'q, Ibn Sinoga o'xshasin deydi. Endi faraz qiling, o'g'li Ibn Sinoga o'xshasa, qizi Ibn Sinoga o'xshasa, sho'ring qurg'ur ota-onasiga kim o'xshaydi? Agar menga qo'shsa boshqacha aytardim. O'g'lingiz ham o'xshasin o'zingizga. Qizingiz ham o'xshasin o'zingizga. Mendan nima ketdi? Qo'shnilarniki ham sizga o'xshasin derdim. Kelin kuyovni xursand qilish kerak, lekin to'yda dong'ini chiqaradigan, yerda changini chiqaradiganlar ham ko'p bo'lar ekan. O'zim ukam to'yga borib qaytib keldi. Qarasam, qulog'ida salkam 1,5 kilo turpoq. Jahlim chiqdi. Ahmoq dedim. Dedi. Mana shu quloq bilan to'yga bordingmi? Bordim. Nimaga bu quloq bilan to'yga borasan? Boshqa quloqim bo'lmasa nima qilay deydi. Ularni qulog'ini kesish kerak, lekin baribir to'y qiziq ekan deb men ham qishlog'imizning to'yini bittasiga bordim. Qarasam, ikkita qiz o'yinga tushyapti. Berilib ketgan o'yinga tushishini qarang. Yana bir-biri bilan gaplashib qo'yadi. Qalaysan, Poti? Desa unisi boshlaydi. O'zinchi guli, Mansurman, Poti. Ular sen yigiting bugun kim optimi? O'yilmasam kelgan, xona orqada menga qarab turibdi. Qaragin, menga qarab guli, seni yigiting o'zi kecha bechilga kelmadi-yu. Desa unisi aytadi. O'yilmasam kelgan, meniki 5 ham kelgan deydi. Iloyim yigitlarimiz soni ko'payorsin. Sababi bizning qishloqlarimizning tabiati zo'r. Shu tabiatlarni asrash kerak. Ayniqsa bizning qishloqimizda qorong'i tushmasdan burun eshaklar hangrab qoladi. Eshaklarda hangrashini qarang. Rahmat. Bitta eshakka shuncha hurmat yetadi. Uka. Shoshmang. Hammasi yaxshi, hamma joylar. Juda ham ma'qul bo'ldi. Xalq bekotiga qarshi aytisholmaydi. Garchi so'rab olgan bo'lsangiz ham. Endi bundayki, biz kompaniyamiz bilan hamkorlikda chet mamlakatlarga safarlarga chiqamiz. Shaxsan mana hozirgina Yaponiyadan telefon qilishish kerak. Amerikaga boramiz. U yoqda to'ylarda xizmat qilamiz. Kechirasizlar. Jiringlagan bumi? Yo'q, jiringlagani yaponskiy emas, o'zbekskiysi jiringladi. Hozir birpas turib. Gap shundaki, sizlar bir yangi tuzroq narsalar qilib turinglar. Men hozir gaplashib kelay, xo'pmi? Chaqirishyapti. Yaponiyaga. Shoshmang, haligi eshak bo'lib qaraganim sizga yoqmadimi? Yoqmadi. Yoqmadi. Uyaltirdi hammani. Sana biz odam bugun deb chiqardik sahnaga. Sen nimaga eshak bo'lding? Sen shuncha odam o'tiribdi. Shuncha mehmonlar kelgan. Mana emas. Yorildi. Sana boshingni yorish kerak. Ko'rdingmi, yoqmadi xo'jayinga. Men senga chiroyli gaplardan gapirgin dedim. Shuncha mehmonlar kelgan. Sana odam deb sen chiqib eshak bo'lding. O'zini hayvonligim tutib qoldi bilmadda. Bunaqa emasdi. Ukajon, agar xohlasangiz, hozir muhabbat haqida to'lib toshib she'r o'qib beraman. To'lib toshib? Sahnadan oqib tushmagan tag'in to'lib toshib. She'r demaydi, g'azal deydi. G'azal deydi. Hamma she'r deydi. Yo'q, she'r u hayvonlarning shohi bo'ladi. Yo'q, hayvonlarning sultoni she'r. Bir kuni hamma hayvonlarni yig'ib oldi. Hayvonlar bu yoqqa kelinglar. Gap bunda. She'rlar ikkita ekanda. Sen urg'otisi bo'lasan. Gap bunda. Aqlli hayvonlar mana bu tomonga, chiroyli hayvonlar u tomonga o'tinglar. Aqlli hayvon qaysi bo'ladi? Ana tulki aqlli. Men tulki bo'ptaman endi, sen unutding. Qalaysan, chiya bo'ri? Tulki aqlli tomonga o'tibdi. Yana qanaqa aqlli hayvon bor? Ayiq aqlli. Ayiq. Ayiqni men senga qayoqdan olaman? Ayiqni men ayiq o'xshayman, yo o'zingga o'xshaysanmi? Şükürler 1 minutga. Keling, bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling.
Keling, xalq so'rayapti. Shu Shukrulloh ayiqqa o'xshab o'kira oladimi, yo'qmi deyishyapti. Bunaqa deyishdi. Ayiqqa o'xshab o'kirib bering. Hop. King Kong bo'lib ketding. Men senga ayiqqa o'xshab o'kirgin deyapman. Ayiqqa o'xshab. Qani bir o'ylab ko'rgin, ayiqqa o'xshab o'kirgin. Voy, ayiqqa o'xshadi. Faqat tug'yapga ayiqqa o'xshadi-da. Ayiqqa o'xshab o'kirgin, ayiqqa o'xshab. Ana endi yurchi ayiqqa o'xshab yurguncha. Odamlar bunaqa qarshi olmaydi. Qara ayiq bo'lib chepechilishgan. Ayiq asal yaxshi ko'radi. Qani bir asal yeb boqqancha. Bismillah. Men senga osh yegan deganim yo'q. Bu O'zbekistonda ayiqida bu. Evata. Asal yegin, asal yegin. Ha, hop bo'ladi. Ha. Kola. O'zbekistonda ayiqida ko'lashni boshladi tog'lar. Yeb tur. Sen nima qilib turibsan? Valaksalar. Sen qarilarni podshohsan. Yo'q, U sana asalini o'g'irlab ketib yeyapti. yeyaptimi? Siz qarab turaverasizmi? Yo'q, qasdim olaman. Chivinga o'xshab qolding. Огонь! Один. Ha? Ta'sir qilmadi-yu. O'rgan. Jiz. Ta'sir qildi endi. Nizani ham qayoqqa sanchishni bilish kerak edi, uka. Mana emas. Shukr hazillashdik, jon. Men daraxtman. Voy, hozir chop tashima o'tayoqqa. Usta, bir gap bor. Usta siz gapiryapti. Ali, Nima meni usta deysan? Men senlarni sunnat qilganmanmi usta deysan mana? Ustoz degan. Ustoz. Qani aytchi. Ustoz. Tog'ara deb qo'ya qoldilar ko'ra. Mehr bilan ayt. Mehr bilan mana mikroskoplarni ochman, mikroskoplarni. Mana mikroscoplarni och. Gapir, mehr bilan. Ha, Shukr aka, men ham sizga o'z mehrimni qo'shib turaman. Chevga. Otasi bilmagan kim bor? Anasi bilmagan kim bor? Tilamchilik o'xshaysanlar topa qildim. Mehr bilan og'zingni to'ldirib ayt. To'ldirib, og'zingni to'ldirib. Rosa to'ldi. Unitoz demadingda. Maya qaragin. Og'zingni ochib, a degin. Maya qara, birga topqir. Sharmanda qilmasang, shuncha odam qarab turibdi. Hop. Mana sen a degin. Va. Siz a devoring, iltimos sizdan. A deng, iltimos. A deng. Ya, menga a demaysiz, o'zingiz a deng. Sizga ko'ring, opajon, iltimos sizdan tarixingizdan chiqarmaysiz mana. Muvvat studiyasi bizni suratga olyapti. Iltimos, a devoring. Tushundingmi? Mana qara. So'z aytdin, so'z. Mana qara. Abjah degin. Ha? Abjah degin. Abjah. Ahmoq degin. Ahmoq. Mana qara, bo'g'in qilib, bo'lib gapirgin. Bu man degin. B.
Non. Siz obi non emas, bo'lka nonga o'xshaysiz. Men bulichkaman. Sen bo'lichka emas, teshikkulchaga o'xshaysan sen. Xullas kalom, nima meni gapimni bo'lib chiqding? Yo'q, men hali o'yinlik demoqchi edim, o'yin. Men ori bo'lib kelaman-da. Ari bo'laman deyapti. O'zi ham qovog'ariga o'xshaydi. Uyatsiz. Nima kerak? Bir joyda ishlab, shuncha xalq o'rtasida 3 bolani otasi Shukrullo Isroilovni qovog'ari deding, uyatsiz. Qovog'ariga o'xshaydimi? Go'ng pashshaga o'xshaydi-ku axir. Men go'ng pashsha bo'lsam, rosa joyini topib qo'naman-da. Rahmat. Biz ham sizni rosa qo'ndiramizni kutib o'tirdik aka. Xullas kalom. Men chiqaman, ori bo'lib kelaman. Siz menga qarab, ori, osolib ber deysiz. Qanday qaytaring? Ori, osolib ber. Bo'ldi, menga shu gap kerak xolos. Men hozir borib zapravka qilib kelaman. Xo'p, 7 sekund. Zapravka qilamiz. 7 sekund dedimi? Ruschani bilar ekan-a? Sen o'zbekchani eplab gapiramaysan. Voy, men ruschani yetib qo'yaman. Bir kuni qarasam, ko'chada ikkita ketib yorgan rus qizi qaytib kelmaydigan bo'lib ketyapti. Haligini qizlarga qarab, "O, devchki" desam, "Cho" dedi. "Skolka время" desam, "Skolka nada" deydi. Spasiba deb qaytarganman meni. Bilasanmi? Men ham rus qizlar bilan gaplashishni yezib qo'yaman. O'zbek qizlar bilan bunaqa gaplashaman, lekin rus qizlar bilan gaplashishga qalbam qo'yaman. Qanaqa gaplashasiz? Qarasam, ikkita rus qiz sigaret chekib o'tirdi. Oldinligiga sekin keldim. "Ну как дела, девочки? Всё нормально, да, Галунжина? Если вы были бы узбечки, сейчас сразу стали, о, Мирза, какой у нас хайвай, дальше больше." Ular bittasi bor edi, senga o'xshagan. Короче говоря, закурить можно, зажигалка есть, deyman deb zajjigalka esimdan chiqib qopti-da. Nima dedingiz? Yondirgalka ne dedi var bu? Bo'yin uchib keldi. Biz tinchlik va do'stlik tarafdorimiz. Ori osolib ber deymizmi? Baraka topkur. Ara asal ber deyish kerak. Shu gap kerak xolos. Xo'p, Men hozir borib zapravka qilib kelaman, xo'p? 7 sekund. 6 sekund. Biz ham ungacha zapravka qilib olamiz. Olib kelganingni, bo'l tezroq. Kecha 9-may bo'ldi. Sizlarning sog'lig'ingiz uchun. Выпьем за родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Мы тоже выпьем. Ori osolib ber deymizmi? Bo'lmaysiz. Rahmat. Kelib turing shunaqa. Zapravka qiladigan bo'lib. Uzr, bu safar 76 bo'lib qoldi. Keyingi safar kelganingizda 93 dan qo'yib beramiz, xudo xolasa. Nima kulasan? Arimush. Qo'ng'izga o'xshaydi. Qanaqa qo'ng'iz? Hididan sezmadingizmi, taqsir? Mana qara, xo'p, xullas kalom. Chetga chiqib ketib qolmaylik. Yana qanaqa aqlli hayvonlar bor? Aqlli hayvonlardan yana ilon bor. Ilon. O'rmaligimizmi endi? Hop-ku. Sen ilonni boshi bo'lasan. Men dumi bo'laman. Ketdik, pishilla. Men senga og'zing bilan pishillagan dedim, sen oyog'ing bilan pishillasan. Hop, chiroyli hayvonlar. Chiroyli hayvonlardan ot chiroyli. Kema mindiray deb turibdi. Otxonadan chiqadi. Bu jinnixonadan chiqyapti. Otam shunaqa bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi bo'lmasa? O'rgan. Mana men otni boshi bo'laman. Sen haligi
joyi bor-ku. Ha, O'shandan sal pastroq bo'lasan, xo'p? zarari yo'qmikin menga? Aytdim, shaharda ayg'ir-payg'ir bo'lmaydi, nimadan qo'rqasan? Qop, kel. Qani. Nima qilibsan, sharmanda? Otlar qichishganda qashiydi-yu. Ha, bu oyog'imi? Ha, oyog'i. Men bo'lsam uzr. Bilib qo'y. Eng aqlli hayvon ot bo'ladi. Otdan ham aqlli hayvon qaysi biri? Bilmadim. It aqlli bo'ladi. Yo'q. Bunaqa. Bip. Nima deydi? Bip. Mashinani ham signali shunaqa bo'ladimi? Qanaqa? Shunaqadir. Bip. Unaqa emas endi tomoshada har holda o'sha biletni narxiga yarasha chalish kerak edi. Babada babu. Axlat mashinaligi shunaqa bo'ladi. Bizaniki taksi. Agar egasi axlat bo'lsa shunaqa chalinishi mumkin, lekin axlat mashina bunaqa chalmaydi. Axlat mashina mana 73 yildan beri. Eski bo'lsa-da, yengisi sizga chaladi. Hali yetdingizmi? Baba bip baba. Hozir qayerda o'tiribsiz? Salonda. Oldi tomonda mashina oldi. Salon. Oldingi Bu oldi tomon, oldingi salon, mana bu ruli, orqa salon, ha? Manti kichkinasiz-ku, bitta Mana katta. oldingi salonga o'tirib qo'ygan, o'tirgan san'atkorimiz ham ruldalar, ham roldalar. Matyoqub Machonov tomoshamiz davom etadi. Tomoshamiz yo'l haqida. Tomosha qilinglar, hordiq chiqaringlar, dam olinglar, chidaylar. Qani yo'ldan qochinchi endi bo'ldi. Yoqishga. Aytgandek, bu dunyoda astoydil niyat istang, astoydil xayolingni o'tkazsang, bu dunyoda erishmagan barcha narsaga erishasiz. Men ham xayol qilardim, qachon mashina olarkanman, mana oldim. Mercedes-Benz. Qalay, yomonmasa. O'yin ichida ham haydashim bo'ladi, ko'chaga chiqib haydashim ham bo'ladi, birov haydab bormasa. Bizlarga arzonligi qimmat emas. Ba'zi bir taksichilar bo'lsa 4 karra narxni oshirib qo'ymaganmiz. Agar sizlar tekinga aylantirib qo'yishimiz mumkin. Biroq shiringa deylar, tamom. Hayho! Olib keting. Bip. Yo'ldan qoching bo'lsam. Bala bo'lsa qopdi-yu. Ketdik. Kechirat. Aeroportga borib qo'ying. O'tiring. Rahmat. Rahmat. Aeroportga bitta o'zi borasizmi? Ha, bitta o'zim boraman. Chamadonlar bor deydimi? Hozir. Kechirat. Tavba. Sal boraga shakilli-ya. Bo'lay tezroq. Orqangizni ochib yuboring. Orqani emas, bagajnikni. Bagajnikni ochib yuboring. Ochig'i o'zi. Shunday ochib qo'yamisizmi? Endi O'tiring. Hop. Rahmat. Keling. Bu shu. Men u yoqdan olib kelaman. Keling, kecha qolam. Keling. Ketdik. Haydang. Men haydashni bilmayman. Bo'lmasa nima meni joyimga o'tirdingiz? O'zingiz o'tiring dedingiz. O'tirsa hammani keyin o'tiraverasizmi? Kechirat. Joyingizga o'tiring. O'tiring bu yoqqa. Hayat. Bo'ldi. Keling. Eshik ochikmi yopikmi? Ochib chiqdim men. Yurmayapti-yu. Nima kulash? Qarang. Dildiray deydi tosh bor-ku.
Ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. O'tirayotgan. Rul ushlab turing. Olib keling. Gaz bosib turing, bo'lmasam o'chib qoladi bendik chato. Siz ham bo'ling. Keling, qara tez. Men ko'p gaz bera olmayman. Ketdik. Remeta qo'li remini. Uchamiz. Men suyanchi urishlab ketyapman. Remeta remini. Aytishdi yo'q. Aziyat bo'ladi. Qarab go'zal bo'lib ketdi, aja. Qarang. Siz ro'zas qarabsiz. Aşağıda ben fayna aeroportga kerak, qo'lni ko'taryapti. Yo'limiz bir bosib ketaverik. Haqa. Biz aeroportga. Sizlarmi? Ketdik o'sha yoqqa. Birga olamiz, yo bir dedik, ikki olamiz, uch olamiz, ketiramiz. Men hayolim parishonroq, pulingizni olib qo'ying. Tushayotganda berasiz? Yo'q, hozir qo'ring, keyin chiqib qoladi. Siz ham berasizmi tushayotgandami? Ha, mayli. Jama odam, g'alati odamga keling. O'zlari chiqib chamadonni qoldirib ketyaptilar. Ana, ayol parishon bo'lar ekan. Esdan chiqib. Esdan chiqarish kerak emas-da. Har mana esdan chiqarsa o'zi bo'ladi-ku. Men odam yetaman, g'alati odam ekan. O'zlari chiqib jamoatdan tashlab kelyaptilar. Odamlar shunaqa sovuq bo'ladimi? Xudoyim meni chiqarurlar ekanda, hammani plan uchun. Mo'yloni qarang. Videoni o'pib ketadi. Bitta narsa esimga tushib qoldi. Esimdan chiqib qoldi. Esimdan chiqib qoldi. Chituk soğuğu ha? Bu hali taksistlarni to'laydigan o'g'irlardan bo'lsa ya, pulimni olib o'zim bir yo'la qilib ketsa ya. O'ldim endi. Bunisi xotin pul beradi deb bolalarga bu narsa olib kelarsiz pa. Endi nima qildim endi? Mana ko'rsatani qarang, indamay ketishini. Buni o'rniga bitta miliz olsam bo'lmaydimi, ha? Ey amaki! Bir narsani gapirib keting. Men bir joyga boruvdim. Ha. Bordingizmi? Tez qaytib keldim keyin. To'ppa-to'g'ri o'g'ri. Tamam, o'ldim endi. Xotina. Bir narsa qidiryaptim. Yo'q, pichoq, yo'q, to'pponcha qidiryapti. O'ldim endi. Ana. Topdimmi? O't ya. O'tim. Birinchi xatimni tiqarkin, ha? Taroq ekan. Keyin safar pichoq oladi. Choch taragani o'lasan buni, ha? Kechirasiz. Rast to'xtadikmi? Magazin kirib, bitta pochka sigaret olib chiqdim, maylimi? O'sha qiz qochib ketardi. Ha?
Yo'g'ida ketdik. Birga olamiz, ikkiga olamiz. Uchga olib, to'rtga chiqib ketamiz. Skora chiqib ketdi, bilsangiz. Endi buni joyiga solib qo'yamiz. Hammasini bo'lamiz. Hammasini bilsangiz. O'zdan o'zim qo'zam qoldi endi. Qo'llarni ehtiyotga o'tin. Anaga patiriga la'nat. Odam aytgandi-ya, hech kim minnatdor bo'lmaydi dedi. Qayerga ketdi-ku? Ana bu kim? Biz boshqa ketib qolamiz-ku. Bo'ldi, o'tirmay xayli bo'ldi endi. Aeroport oldida turgan ekanmiz-ku. Kechiring. Ben çıkıyorum bana. Çağla kovarsı bo'lardi. Bechora nima gunoh. Uni ham tomoniga qo'yib o'tiraman. O'tinlaring bo'lam. Esdan chiqarmalaring bo'lam. Meni qo'yib yuborishdi. Meni qo'yib yuborishdi. Hey! Çimadoncu! Çimadon'u bağırın! Ömer'in çimadon'u! Ölümüm aldı çimadon'u versem maylı mı? Polis'e vardı! Polis! Bunu bir gazete. Man tayyorman. Alvida. Alvida hayot. Alvida farzandlarim. Bola chiqardim. Mangami? Ko'pu? Oli? Bo'lmasa chimchilab boraman. Toma, odam sotib qo'yishni qilib bilib bo'lmasang. Bueno, vamos. Bratuqa. Keting, o'tiring jonidan. Kechirasiz uka. Uzr. O'tiring bir. Taqib boramiz. Voy. Rastreleli zo'ru brata. Hozir bittasi o'tiruvdi. Jali. Jallamalı odam ekan. Qanaqa ekan? Jali. Qo'rqinchli bahaybat odam ekan. Bu 2 metr, g'o'dasi menga 4 ta keladi. Aeroportga borib qo'ying dedi. Odamga chiqib o'tiring dedim. Yarim yo'lga borganda ish qo'ntida men unda pichoq chiqarish chamashga tursa bo'ladimi? Oldinga e'tibor bermadim. Kishi bismillah yo'layman. Ketdim bo'yincha qiynab qo'ydim. Qarasam qatroq o'tiryapti. O, bratishka deydi. Topgan tutganing chiqar bo'lmasang asparasofga ketasan deydi. Qarasa bo'lmaydigan. Beraveramasam mamta ancha uncha pul bor. Xotin bolalar ko'pini sotib keladi, berib yuborgan. Undan keyin mashina yo'q qo'yishi mumkin. Qo'rqqanim yo'q-ku. Qo'lim o'ptasini shunday bo'shadi, mana shunda qap ishadim. Foyda atdi. Bo'ldi birata o'zimizniki ekan tavba qildim dedi. Undan keyin sekin orqasiga bir tepini tushirib yubordim. Nomard, maqasam bilan o'ynashi. Biz nima, padarik emas-ku, ko'chib yurgan bolamiz-ku biz ham. O'shanga kulyapti-da, odam pashasi qarab bilib bo'lmasa. Ko'rishi dibbizi, govdali kelishgan. Qilgan ishim mana. Undan ko'ra gadochilik qilsam nomard.
O'zi aytdim, anta pul bor, mashina bor, qo'ysa hech gap emas. Tashqari gaplar. Ba'zan shunaqasi ham bo'ladi, bratuxani. Ba'zan klientlar parod qilib qo'yadi, ba'zan Nima qo'yadi? ba'zan shoferlar g'alati chiqib qoladi, ba'zan klientlar. Mana shofer ras taksiga o'tirdim, men aytdim, bratuxa olib borib qo'ying, shu yoqqa dedim. Ну, движениeni ko'rsatdim, qayerga jo'natishni. Bratdo'lik qilyapti-deng. Ну, короче, yarim yil kelganda men aytdim, bratuxa, mana kirib ketaylik dedim. Pasafiyskiga ketaylik dedim. Ha, yo'qda. Aytdiki, men dedi qorong'i joydan yurmayman dedi, men bilgan yo'limdan yuraman dedi. Qo'rqqan. Men aytdim, bratuxa dedim, ko'rsatgan yo'ldan yuravering. Mana 70 yildan beri Lenin ko'rsatgan yo'ldan yurib kam bo'lmayapti, xalq deyapman. Edi, albatta. Короче, yo'q dedi. Ну, qarasam bo'lmaydi-da, o'zi gaplashish kerak edi. Ras. O'nchani chiqardim, короче. Mashinami? Chiqarib peshonasiga astiradim-da. To'xtat, kozyol dedim. Uchi. To'xtatmadi. Men to'xtatardim. To'xtat bo'lmasa. Meni to'xtadim. Ну, короче, Keyinchi. ну keyin tepkisini bosib yuborsam bo'lardi endi. Просто zapadlo bo'lmasin dedim, ashula aytdim, короче. Aytdimi? Ashula aytsam, bilmayman deyapti-da, lomka ketyapti-da debdi. Men bilaman mana. Men yetardim. Ayt, qani, sayra. Hozir. Assalom, Rus xalqi. Buyuk og'amiz. Qo'lni qo'lga dirib, baqirga bo'lamiz. U voy qaragin, sen bu ashulani 70 yildan beri aytishadi bu ashulani. Tengiroqdan aytgin, Sheralidan aytgin. Nima? Sher, hozir islomyapman-da. Hozir boshini islomyapman. Sheralidan aytdim. Hozir. Boshini islomyapman. Hozir. Haligi, nima edi? Ana boru. Давай быстро, ну. Давай, козел, быстро. O naginam! O naginam! Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. O naginam, voy ona ko'rmay. Voy ona ko'rmay. Tosh. Tosh, kозел. Tosh dedim senga. Karvonni ham bilaman. Tosh, karvonni ham bilaman. Qulamdan ham bilaman, qulamdan. Tur o'rningdan. Qizil olma, pishgan. Bir qadam o't. Bir qadam o't dedim senga. Bola chaqa bor oki. Oka bola chaqa bor. Yot. Kiyim birovni kiyib yotib qoladi oka. Yot, kозел. Yot dedim senga. Yot dedim senga. Ana. Bendik ishlamaydi, bendik. Yot. Mashinam parod qilyapti, bratishka. Bendik ishlamaydi, bendik. Itar, давай. Oka kim yaptı? Itar! Qo'rqqandan oyoqqa bilmayapti. Bu yoqqa. Tez. Bundoq. O'tir mashinaga. Eshik ochuvlik. Mana qara. Mashinani men aytaraman. Sen o't oldirasan. Agar qochib ketsa, men aytmasam ham, bilasanmi? O'nchani ichidan chiqib o'tsang ketib oladi, bilasanmi? Qochib ketsang ham topib olaman, mana seni bilatishga. Ha? O'zing kazol bildingmi? O'zing kazol! Kazolmiz. To'pponching bo'lgani ko'rsatib qo'yadim. Gazar to'pponching bor ekan. Shu bilan chiqib keting nomi. Endi hech kim olmayman. To'g'ri turib o'yga.
Abi hiç kim bilmiyor. Wow! Wow, dia! Kelle babası! Piyoda Yetişemem yetişemem. Protokolünü uyma bu. Nima taşıyacağım o şeyi değil ha? Ben cevap vermeyeyim mısın? Dur baksana. Hammasi o'zingga. Faqat o'rda bor. Shuni ko'rsatib keyin to'xtatmaysizmi? Nima? Qizi odam ekansizmi? Odam mutlaqo yo'l bor deysiz. Yo'lda o'tiring. Ketdik. Qayerga boramiz? Zavoyga boramiz. Ato'yim. Zavoyda bolalar bor, o'zi tanib oladi deb o'ylayapman. Shahar aytirmashga dumalab ketaman. Baştan kinelerine bozulsa. Yarım saat ailesiyim bo'ldi. Hayır. Şuna vakit değil, soğuk olarma. Taksi! Kamilla, qayerqa? O'tiring. Qayerqa narxini bilasizmi oshkordan? Bilasizmi? Sizlarni kitob sizdan ko'proq olaman. Chig'atay. Chig'atay. Shashlikami? To'g'da shashlik yemaysizmi? Yo'q, domlaga boraman. Ana. Mayli. Ha, qalay ana. Yaxshi, qanchaga oldingiz? Qanchaga oldingiz? 75 so'm. Apollo panch. Nimadan ko'charam deysiz? Nima? Qalay. O'zi bilasizmi, hozir o'zbek tiliga o'tganmiz. Ha, o'zbekchani ham bilamiz, gapiramiz. Qarang, sizlar nimaga tovuq ko'p yeysizlar? Nimaga tovuqni ko'p yeysizlar? Tovuq yengil, tovuq aqlli qiladi odamni. Tovuqni go'shti. Qo'yman. Qarang, siz o'zi nima qilib yurib ketdi? Hamma Isroilga ketyapsiz, nima qilib yurib ketdi? Ha, endi bizni kindiq qonimiz Toshkentda turqilgan. Biz bu joyni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'ramiz. Yog'li joyda. Yaxshi ko'ramiz biz. Nima siz vatanni sevmaysizmi? Yo'q, gap yo'qligida emas. Hammani nasibasi ham qach ochilgan, hamma topa oladi. Yo, siz o'zingizni vataningizni sevasizmi? Sevamiz vatan. Masalan, men vatanim uchun jonim berishga tayyorman. Siz-chi, berasizmi? Men vatanga jonimni bermayman. Demak, yaxshi ko'rmas ekansiz. Men vatanga jonimni bersam, vatanni kim yaxshi ko'radi? Sizlarga gap topib berib bo'lmaydi. Qarang, akamulla. 2 minut o'tirib turing, xo'pmi? Men hozir radiator qaynab ketdi. Kapotga tutun yo'q-ku. Kapotda tutun yo'q bo'lsa, o'zingizda meni qulog'imda tutun chiqadi, bildingiz? Ha. Mayli. Qo'ying. Mafrat. Muzey javobga. Mafrat. Bitta mafrat yo'q. Assalomu alaykum akalar. Sen mafrat o'ynashibsiz? Yo'q. Ha? Meni yo'qim poylab kelib qoldi. Yo'q, mafrat o'qu. Meni kim edi o'lgan deb aytdim bu? Kim? Ha? Mana qara. Yirtas. Ben şeyleri gitti yiyeyim Hadi mafrat. Mafrat yo'q, bu mashina bu. Bizning mashina sizni mashinada qolibdi. Taksi bu. Taksi. Egasi qani unda? Ana chiqdi. Vodoprovoddan suv ichaman dedi. Taksida ekanman. Ha. Hozir bilmiz. İki az gap bor. Ha. Ish yo'q, ish. Yo'q, o'tiribsiz. Gaplar o'tiradi, do'st bo'lishib. Bizda bitta gap bor shuna. Do'st qidir, do'st top jahonda deydi. Yaxshi. Jahonni qidirib o'tiraman, men taksini topdim. Yaxshi. Ammo oting nima qiladi? Naftali. Kim? Naftali? Men Karim qilmanman. Liboy tarixi, Karim qildi, Guzarda hamma tarixi bor. Karim. Ammo do'st bo'lish o'zi bo'lmaydi. Do'stlik haqida chiroyli qo'shiq bor. Qo'shiq. Ezberim shuni. Mayli. Bizga olam tinch bo'lib,
Do'stlar salomat bo'lsa bas. Yaxshi, yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. El o'zlaridan bitta bir Ya, joy. ya, ya. Bir joy. Men aytdim do'stlik sifatida aytdimmi? Bitta qo'shiq. Ha? Ey, ketaman nusxasiga tashiydigandan bo'lsin. Bo'ptimi? Ha? Ayna senin imroşma Bolsayr gülzar ahmedit Ay ma batul dilbastayam Modi geram dilbastitu Oran jive turan jihe Çapoyi kerdeyi sadbar bacaname Boy 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 avre geldimi mori Boy 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 avre geldimi mori Joy lonzan istedlebi joy avre geldimi mori Boy 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 avre geldimi mori Bizlar o'yga kelib qolibmiz. Bizlar o'yga kelib qolibmiz. Salomat hocam. Salomat hocam. Hamma o'yin kulgi bizni eshitdiydi bo'ladi-da. O'yga olib kiraman. Bir pera choy bor. Ha bo'laman. Bola Ha chaqa. bo'laman. 5 ta bola bor, xotinim bor. Ha. Xotinim bilan oltita. Do'st dedimi? Qiyomatgacha do'st. Ha. Oting nima edi? Analgimmi? Analga emas, Naftali. Haqarat xotin kelayotganda naftar olib keladigan. Birroq ko'rib ketasan. Bir, ey. Hali uka chiqib ketuvdi. Yarim piyla choy. Ruxsat beraman. Ko'rsatdim. Uka. Yarim piyla choy. Uka bilan. Bizda odamgarchilik bor. Uka bilan. Bizda odamgarchilik bor. Hash qadamingga qo'lingni to'g'ri so'yapsan. Bilasizmi? Yo'q, men haqo agar tomoshalardan ko'ryapsiz. Ana endi sizlarga biz kinolar ko'rsatmoqchimiz. Hozirgi ko'rsatadigan kinoyimiz, men bekorga Gulli Qilichday sanchi olganim yo'q. Hozirgi ko'rsatadigan kinoyimiz mashhur yapon kino ustalarini ijodlaridan. Kinoning nomi Chagun Changchung Taha. Tarjimasi Masanga. Nima qoldi Hasanga? Chagun Taha.
Ya kata-kata katakan kau. Ada mana? Ada apa ni jangan apa dah? Ada semua. Ingat kau katakan nama burung ke kanan kau. Jangan. Hai. Hai. Itu. Look. Elisa. Elisa. 숨길었어. 해집이.
Boshalasan, hasib qilasan. Jonimasa!